Faqat anu gap chiqish shu bo'lsa tilla qo'yganda ham foydasi yo'q. Ustani yonida bitta yo ikkita shogirdi bo'lgan. Shogird ham shunaqa tarbiyalanayotganmikan. Biza yana Infinitydamiz, kvartiralarga kiryapmiz. Bu yerda qilingan reshinalar bilan tanishib chiqmoqchimiz. Kollektorga podacha обработка olingan yaxshi narsalar ishlatilgan. Damfsi balansировочный krallari, turetskiy krallar, расходование yaxshi kollektorlar. Zo'r narsa. Faqat anu gap chiqish shu bo'lsa tilla qo'yganda ham foydasi yo'q. Montajni ko'ryapsizlar. Nima holat bo'lsa o'sha narsa qilib olgan. Bittadan ikkinchisi biz ikkita, uchta kvartirada buni ko'ryapmiz. Yana o'sha gap paralab santexnik ustalar va shu domni loyihalashtirgan inson va shu domda mehnat qilgan santexnik usta. Bu ish qilguncha ustaga e'tirozim yo'q. U ustani yonida bitta yo ikkita shogirdi bo'lgan. Shogird ham shunaqa tarbiyalanayotganmikan. O'shani bitta bilmoqchiman yoki nimaga shunaqa reshina qilindi. Eng zo'ri bu yerda zirvni qo'yish kerak degan joylari ham bor.